O'rtoqlar, O'zbekistonda hali obzori chiqmagan buni. O'zim Rossiya blogerlarida, boshqa blogerlarda ham qidirib ko'rdim, YouTube'da, hamma joyda qidirib ko'rdim, hech qayerda obzorini topolmadim. Faqat qanaqadir gazetalarda obzori bor edi. Chery Arizo 8 gibrid avtomobili. Chery Arizo 8 ni obzorlari bor. Boshqacha rossiyskiy kontentlarda to'lyapti buni obzorlari, lekin ular gibrid emas, oddiy benzin. Bu esa gibrid. Mana ko'ryapsiz, hech qanaqa ovoz chiqmaydi. Ovozi mana bu. Kosmik kemalar yurganda qanaqa ovoz chiqsa shunaqa chiqadi. Elektroda hozir yuribmiz. Agar sal tez yurmoqchi bo'lsa, menga quvvat kerak bo'lsa, keyin bu motorga o'tadi. Gibrid avtomobillarda shunaqa. Zavodning aytishi bo'yicha laboratoriya usloviyada avtomobil 2000 kilometr yurgan. Lekin O'zbekiston sharoitida yoki boshqa shu senga sharoitida issiq, sovuq yoki konditsioner qo'shib yoki pechka qo'shib yurish sharoiti bor. O'shanda esa avtomobil 1400 kilometrgacha yurib beradi. Chunki bu yerda 60 litrli benzin baki, 1,5 litrli turbo motor turibdi va 19 kilovatli akkumulyator 200 ot kuchini beradi elektromotorlari. 1,5 litrli turbo motor esa 147 ot kuchi beradi. Obshi 340 ot kuchli avtomobil bo'ladi. Akkumulyator rasxod qilyapti, ko'ryapsizlar, bir xil payt akkumulyator. Agar gazni qo'yib yuborsam, naborot akkumulyatorga zaryadka beradi avtomobil. Перевалga chiqayotganlaringizda avtomobil, tepaga chiqayotganlaringizda avtomobil o'zini zaryadkasini rasxod qiladi yoki benzinni rasxod qiladi sizni tezligingizga qarab. Перевалdan tushayotganingizda siz faqat plyusga, avtomobil faqat plyusga ishlaydi, chunki motor o'chiq bo'ladi va reduktorlar, elektromotorlar generator bo'lib akkumulyatorga qo'shimcha quvvat berib, o'zini o'zi to'ldirib ketaveradi. Agar akkumulyatorda quvvati kamroq bo'lsa, mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, qarang, mana bir xil paytda zaryadka beryapti. Gazni qo'yib yuborsam, avtomobil o'zini inertsiyasi orqali zaryadka beradi avtomobilga. Gazni bossam, o'zini elektromotorlar birdaniga obratga ishlab, reversdan chiqib, qo'shimchasiga yana kuch berib haydaydi. O'rtoqlar, avtomobilda juda ham ko'p elektronikasi bor. Elektronikasidan tashqari hadavoyi menga bilmadim boshqalarga qanday ko'rinadi. Avtomobil sal qattiqroqqa o'xshayapti, chunki mana lejachi politsiyskilarda bilasizlar, yoki yangi avtomobilligiga balki shunaqa qattiqroq o'tayotgandir. Lekin boshqa payti, masalan, tezlanishi yoki tormoz bosishi ham juda ham plavniy. Uncha-muncha mana bir xil avtomobillar bunday bo'lib qoladi, garmoshkaga o'xshab qoladi tezlanishda yoki tormoz bosganda. Bu unaqa emas. Birdaniga bunday borib rovni to'xtaydi. Masalan, bunday borib qimirlab ketmaysiz. Yana qo'shimcha funksiyalarda, masalan, mana bu rulni ustida mana shunaqa datchik turibdi. Bu ko'zga qarab turar ekan. Agar rulga qaramasangiz yoki oynaga qaramasangiz, sizni ko'zingizni положениясini o'sha qaysi tomonga qarab turganingizni ko'rib, sizni ogohlantiradi. Zvukovoy ovozli signal bilan ogohlantiradi. Siz chalg'iyapsiz yoki siz uzoq vaqt chalg'iyapsiz deb. Avtomobilda cruise control bor, o'rtoqlar. Rulni o'zini o'zi ushlab bosib ketaveradi, lekin ko'p cruise controllar 45-35 da ishlashi mumkin. Bu esa 15 skoroskgacha, ya'ni o'sha gibridligiga hisoblagan 15 skoroskgacha. Probkalarda ham juda ham yaxshi. Masalan, avtomobil o'zi oldidagi avtomobillar ketganini sezib, yana bu o'zi yurib ketaveradi. Yana tormoz bo'lsa, yana yurib ketaveradi. Probkada turganingiz juda ham qulay, shahar uchun qulay avtomobil ekan. Men o'zim kecha haydab sinab ko'rdim. Mana 15 km/soatga ketyapmiz. O'zi cruise controlni ushlab turibdi, rulni ushlab turibdi va polosani va oraliq masofalarni ham ushlab turadi. Avtomobillar bo'lsa, agar oldimizda oraliq masofani ham ushlab turadi. Uni regulovka qilsak bo'ladi, skorost o'zgartirsak bo'ladi yoki oraliq masofani ham o'zgartirsak bo'ladi. Qo'shimchasiga bizda 360 kameramiz bor. Mana bu yerda 3D qilib ko'rsak bo'ladi. Bu tomondan aylanish, cruise controlimiz ishlab turganda oldidan, orqadan hammasi. Bu yana qo'shimchasiga bu yerda funksiyasi bor edi, menimcha adashmasam, qayerda o'zi ekranni polностью hamma kameralarni zapis qilib ketaveradi. Mana bu yerda mana DVR ni bossak, tak, DVR aloqasi Wi-Fi ga ulanadi, qanaqadir Wi-Fi ga sistemalar общий kameralarni qo'shganda mana yozib ketaveradi. Faqat menimcha tak, fleshka qo'yish kerak avtomobilga. Shunaqa gap, agar shuncha qimmat mashina olgandan keyin bitta fleshka qo'shib bermabdi zavod. Qo'shib bersa zo'r bo'lardi. Qarang o'rtoqlar, endi tezligini men sizlarga 100% ayta olmayman, chunki hamma joyda har xil bo'lishi mumkin. Har xil uslovlarda, issiq yoki sovuqda ham. Tezlik bo'yicha avtomobil 100 kilometrga yo'q, 100 kilometr tezlikka 7 sekundda chiqadi deyapti. O'shani ham sinab ko'ramiz. Biz oldimizda zabor turibdi. Uncha tez hayda olmaymiz. Mana o'zi
70 ga chiqib qo'ydik, shu uchun yo'limiz ham tugab qoldi. To'xtatmasak bo'lmasdi. Orqaga haydab ketayotganimizda o'zimizda dinamitskiy polosa bor. Agar rulni bursak, dinamitskiy polosamiz ham rulni burib ko'rsatadi bizga qaysi tomonga avtomobil ketishini. Endi erkak kishilar buni yaxshi, opitni haydovchilar yaxshi, balki ayollarga yoki qizlarga bunaqa narsa kerak bo'lsa kerak, lekin menga to'g'risi bunaqa narsa umuman qiziqmas dinamitskiy polosa. Men ikkita zerkalo yoki orqani ko'rsatish oynasi bilan ham bemalol buni qarashim mumkin o'rtoqlar. Tanishing, sizlar bilan Chery Arizo 8 gibrid avtomobili. Buni 8lari, oddiy 8lari bor. Rossiya bozorida yoki Qozog'iston bozorlarida, hali O'zbekistonda faqat gibrid avtomobili kelgan, yangi obnovленный reshotkalari bilan birga o'sha mana aynan gibridligini bildirib turish uchun. Oddiysi mana bu oldi reshotkasi boshqacha bo'ladi, benzin motorligida. Unda ham 1,5 metrlik, bunda ham 1,5 metrlik dvigatel qo'yilgan. Keyin bir Google'da yoki boshqa joylarda izlab ko'rsangiz, hozircha buni hech qanaqa obzori yo'q, hech qanaqa dannelarni topa olmaysiz. Shuning uchun men sizlarga birinchi dannelarini beraman. Avtomobil D klassida bo'ladi. Biznes deb hisoblasak ham bo'ladi, chunki o'rindiqlari, boshqa narsalari, yurishi, elektronika sistemalari, orqadagi abagreiflari hammasi o'sha D klass avtomobilni biznes klassga yoki Yandexga boshqa joyga qo'yganda ham o'sha limited yoki ultima tarifga o'tib qolishi ham mumkin. O'rtoqlar, avtomobil razmerlarga kelsak, BYD Chazor bilan bir xil uzunligi, menimcha 4,78 m bo'lyapti. Buni eni esa 1,83 m va balandligi 1,5 m atrofida. Men ko'ryapsam, men bo'yim 1,83 m bo'lsa, buni esa balandligi 1,5 m atrofida bo'lyapti. Balonlarni razmeri rosa katta balon ekan, men o'zim ham ko'rdim. Disklarni ko'ryapsa 235/45 R18 5 ta bolta qo'ygan. Oddiy avtomobillarda ko'pida 4 ta bolta bo'ladi. Даже Xitoydan yoki Rossiyadan yoki Koreyadan chiqayotganlarda ko'plarida 4 ta bolt. Bunda esa o'zi 5 ta bolt va diskni kattaligi juda ham chiroyli ko'ringan. O'rtoqlar, avtomobilning oldidan LED faralar qo'yilgan, kechasi juda ham bitta chiziqda qilib ko'rsatadi va avtomobilni, masalan, boshqa avtomobillarning yarmigacha, даже bokovoy oynasigacha tushmaydi, juda ham yorqin ko'rsatib beradi. Kechasi mana bu faralari o'zini bu yerda parktronik datchiklari bor va oldi kamerasi, oldiga 360 kuzatuv kamerasi. Shu parktronik datchiklar bilan birga hamma yo'lni kuzatishda, boshqa narsalarda va qo'shimchasiga bu tepada ham lidar datchiklari bor. Mana bu yerda kamerasi, bu yerda kamerasi, datchik svet, mana bu yomg'irni shunaqa datchiklar bor. Hammasi qo'shilib o'sha polosani ushlashda, oldida avtomobillarni sezishda yoki skorost, aktivniy kruz kontrolda hammasi birga yaxshi ishlab, o'sha sizga yordam beradi. O'rtoqlar, balonni ko'rasiz, shiroki oddiy balon emas bu, shiroki balonlar qo'yilar ekan. Keyin yon tomonidan avtomobil o'sha aytganimdek chiroyliligini ko'rasiz. Uzun avtomobilning uzunligiga, oldi eshigi ham va orqa eshik ham uzun. Ochilganda ham, masalan, oldi o'rindiqni oxirigacha qilib qo'ysa ham, orqaga o'tirish juda ham qulay bo'ladi. Qaranglar, orqaga o'tirishda ham, masalan, oldi o'rindiq oxirigacha kelib turibdi. Ko'ryapsiz? O'tirsa bo'ladi bemalol, uncha ko'p qiynalmaysa. Eng zo'ri bu yerda ko'p avtomobillarda o'rtasida bortigi bo'ladi. Bu yerda o'zi borti yo'q, shuni rovnoy turibdi. Chunki avtomobil oldi tortadi va glушительni shunaqa komponovka qilgan, ko'zov bilan uncha-munchaga bilinmaydi. Salgina ko'tarilib turibdi. Bu yerda ikkita lyuk bor, chap tomoni va o'ng tomonda. Bittasi tez zaryadka qilish uchun avtomobilni mana shunaqa va bittasi esa oddiy uydan yoki boshqa joydan zaryadka qilish uchun qo'yilgan. Bularni zaryadkasi 18 minutda 80% gacha chiqarib berish mumkin, faqat tez zaryadkada. Agar uyda yoki oddiy zaryadka qo'ysangiz 3 soat atrofida polni 100% gacha chiqarib berishi mumkin. Avtomobilning orqa tomoni ham chiroyli, to'g'rimi? Mana bu yozuvlarni olib tashlasangiz, qaysi avtomobilga o'xshab qoladi orqasidan? Nemetskiy avtomobillarga o'xshab qolyapti. Kommentariyada yozib yuboringlar. Tak, orqasida ham kamerasi bor, buni orqasida ham parktronik datchiklari bor. Keyin stop отражатели ham bor. Mana bu uzun polosani yongani chiroyli chiqar ekan, qaranglar. Mana bitta yana yoqib ko'rsataylik. Поворотниga dinamitskiy polosa bo'lyapti. Mana qarang, dinamitskiy polosani yongani, bir o'chadi, bir yonadi. Juda chiroyli. 450 litrli o'zimizda bagaj, 450 litr. Bu yerda har xil xavfsizlik sistemalari, mana bunaqa balon agar dami chiqib ketsa, shuni
dam solib haydash uchun keyin mana bunaqa narsasi bor ekan. Svetodiod o'zini огнетушитель va uydan zaryadka qilish uchun menimcha 7 kilovatli oddiy zaryadkasi ham bor avtomobilda. Tak, огнетушителni avtosalondagilar qo'yib qo'ygan. Bu test avtomobil bo'lgani uchun. Qarang, e'tibor bering o'rtoqlar, bu yerda o'zini subwooferi ham bor. Sony sistemasi bo'lgani uchun o'zini subwooferi rosa ana bu muzikali sistemasi rosa zo'r ishlaydi. Agar xohlasangiz avtosalonlarga borib o'zingiz eshitib ko'rsangiz bo'ladi. Muzikali sistemasi o'ta go'zal desak ham bo'ladi. Va yon tomondan benzin baki, buni ochish menimcha salondan bo'lsa kerak 60 litr benzin bak ketadi. Agar dogorlashga deydi, zapravщикlar o'zi tushunadi. Ko'pincha shuncha so'z menimcha 65 litrgacha ketsa kerak. O'rtoqlar, ko'plar adashadi, prezentatsiyada ham ko'plar bagaj kapotni ocha olmayotgandi, chunki richagni 2 marta ko'tarish kerak. Bunda o'shanda 2 marta ko'tarish, chang bo'lib ketibdi, mayli. Tak, buni ochganimizda bu yerda 1,5 litrli turbo motor turibdi, 147 ot kuchi menimcha adashmasam, va elektro dvigatelda elektronniy blok upravleniyasi ham turibdi. Bu yerda komponovkasini ko'ryapsiz, turbo, buni orqasida turbo kompressor ham orqasida turibdi. Juda ham qulay qilgan. Bu yerda korobkasi ham, o'sha uzoqnalar qutisi ham gibrid, o'sha elektromotor bilan generator qilib ishlaydigan va avtomobilning o'zini korobkasini ham qo'shib bitta qilib ishlangan. Ko'rinishini ko'rasiz. Menimcha bu yerda yetmaydigan narsa, agar adashmasam, mana bunaqa gazovoy upor deydi, avtomobilni o'zi ko'taradigani. O'rtoqlar, avtomobilning ichiga o'tirganda o'rindiqlari menimcha Kia yoki Mercedesnikiga o'xshab ketadi. Mercedesning o'rindiqlari ham xuddi shunaqa. Ana bu formasi yoki mana bu ekranni ko'rsak, Kia K5, Kia Sportage, Kia Carnival'larda mana shunaqa katta ekranlar turadi. Agar xohlasangiz o'zlaringiz ham avtosalonlarga borib, mana shu Chery avtomobilni, Chery Arizo 8 Pro 8 gibrid avtomobilni ko'rsangiz bo'ladi. Bular ikki xil pozitsiyada chiqadi. Bittasi Pro, bittasi Lux deganimi yoki Luxury degani 345 million yoki 365 million, 20 million razницasi bo'ladi. Eshiklari ham juda ham og'ir yopilishi, ochilishi eshiklari, mana bu ruchkalari juda ham bir antiqa ishlangan. Mana bu tomonni ko'ryapsizmi? O'rindiqni regulirovka qiladigan past, baland 6 xil положениеda ishlaydi va o'zini pamyati ham bor. Masalan, 3 xil водитель uchun 3 xil regulirovkasi. Bu yerda kolonkalari, katta kolonkalari hammasi Sony sistemada ishlaydi. O'rtoqlar, bilasizlar, ko'plar hozir remingga, radarga tushyapti, remingga shtraf kelyapti. Bunda hech qachon remingga tushmaysiz. Nimaga deganda, buni reming taqmasangiz, ruchnoy tormoz o'zini qo'yavermaydi. Faqat reming taqqandan keyin ruchnoy tormoz qo'yaveradi. Bo'lmasam qo'yavermaydi, mashinani hayda olmaysiz. Haydab ketganingizdan keyin remingni chiqarib qo'yishingiz mumkin yoki unda rulda ogohlantirib turaveradi, ekranda, monitorda sizda ogohlantiradi. Reming taq. Даже passajir, yon passajir o'tirganda ham reming taq deydi. Agar qachondir zamon kelib shunaqa passajirga ham remingga shtraf keladigan bo'lsa, passajir ham har doim reming taqib yuradi, hech kimga shtraf kelmaydi. Sentralniy konsolimiz, bu yerni ko'ryapsiz, nima, qaysi avtomobilnikiga o'xshaydi? Bu ham nemetskiy avtomobilnikiga o'xshaydi. Mana ochilishi, yopilishi. Bu yerda o'zini xolodilniki bor. Konditsionerni sovuq havosi mana shu yerga ham kelib turadi. Agar ichiga suv qo'yib qo'ysangiz, bemalol sovutib turadi. Telefon qo'yish uchun joy, bu yerda podstakannik, pultni zaryadkasi va avtomobil telefonni zaryadkasi. Ikkita telefon uchun joy qo'yilgan, lekin bittasida zaryadka beradi. Yana bitta ma'lumot bilsalaringiz, mana bu chexol turganda mana bu zaryadka olmaydi bir payti, yoki yaxshilab bosib qo'yishingiz kerak, yoki chexolingiz ingichka bo'lishi kerak, yoki chexolni olib tashlashing. Nimaga deganda, bu yerda o'rtoqlar, hozir sizga agar ochilsa ko'rsataman. Ochilmagan, buni tagida qarang, telefoningizni qo'yganingizda bu yerda o'zining poloskalari bor. Konditsioner ishlab, telefoningizni даже zaryadka olayotganda ham sovutib turadi. Bir xil avtomobillarda ko'rgandim, Xitoy avtomobillarida ko'pida telefonni sovutmaydi. Zaryadka, беспроводной zaryadka olayotganda sovutmaydi. Aynan bu avtomobilda o'zi sovutadi, chunki o'zim sinab ko'ring, tagidan shamol kelib turadi agar telefonni qo'yganingizda.
Korobkaga kelsak, korobka boshqaruvga kelsak, bu yerda ikki xil rejimda ishlaydi. Polностью elektromobilda elektro qilib haydab yursangiz bo'ladi, motoringiz umuman ishlamaydi. Lekin faqat 125 kilometr yurasiz, maksimal 120. Kecha men o'zim haydab ko'rdim, 70-80 kilometr haydab. Chunki konditsioner qo'shdim, ko'p boshqa narsalar qildim, zaryadkam menimcha 20% gacha o'sha 70-80 kilometr yurdi. Undan masalan 0 gacha tushirmoqchi bo'lsam, o'sha 120-25 gacha to'g'ri kelishi mumkin. Zaryadkangiz o'zi kam qolgan bo'lsa, 20% dan kam qolgan bo'lsa, bu knopkada haydasangiz motor ham ishlayveradi, ham batareyaga zaryadka beraveradi, har xil o'sha universal bo'lib ishlayveradi avtomobilingiz. Lyukimiz panorama bo'ladi, katta lyuk. Ochiladi, pardasi ham oxirigacha ochiladi va mana bu oynasi esa yarmigacha ochiladi, orqasigacha ochilmaydi. Bu ochilgandan keyin ham bu yerda o'zini vitrozashtasi bor, har xil qum yoki har xil pashsha-mashshalar avtomobilning ichiga kirib ketmaydi, tepada ushlab qoladi. O'rtoqlar qarang, mana D ga qo'ydim, yurmayapti avtomobil, faqat o'zi sal-pal o'ynayapti, oldi orqasi, lekin yurmayapti, chunki remen toqish kerak. Remen taqsangiz agar xavfsizlik kamari deydi, taqqaningizdan keyin avtomobil o'zi yurib ketadi, ruchnoy tormoz qo'yib yuboradi. Bu yerda katta ekrani bor, katta ekranda juda ham ko'p ma'lumot berar ekan. Yana bitta narsasi qarang. Avariyga yoqib turibsiz, birinchi joyga to'xtadingiz, avariyga yoqib turibsiz. Telefonda gaplashmoqchisiz, avariyani ovozi juda ham eshitilib beradi. Mana bu yerdan ovozini pasaytirib qo'ysangiz bo'ladi. Maksimalgacha. Maksimalgacha pasaytirib qo'ysangiz bo'ladi, bemalol yana gaplashib bo'lasiz telefoningizda. Agar keyin esimdan chiqib ketadi, ovozi pastligi uchun desangiz, lekin ekraningizda o'zi ko'rsatib turadi. Yana baland qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu monitorni o'chirib yoqib qo'ysa ham bo'ladi. Juda qulay. Oddiy ekranida bu yerda har xil funksiyalari bor. Mana ko'rsak, magnitofon, navigator, bu uchun CarPlay'da ulash kerak va zaryad quvvatini nastroykalari har xil. Eng asosiysi qarang, o'zbek tilida. Ekorejim har xillari bor. Quvvatni majburiy qilsa bo'ladi, aqlli yoki boshlang'ich va sarflashi, elektr sarflash. Mana bu yerda hamma xarakteristikalarni ko'rsatib turadi. 4,5 litr qanaqa deyapti yoki 4,7 quvvat qancha rasxod qilganlarigacha ko'rsatadi. Общий avtomobil 14.900 kilometr yuribdi. Jami bosib o'tilgan masofa kecha olganimdan beri menimcha 941. Yo'q, uncha bu boshqa masofa bo'lsa kerak buni. Avtomobil shahar ichida ham va shahar tashqarisida ham juda mos. Masalan, shahar tashqarisida tez haydasangiz, o'zi benzinli dvigatelga o'tadi. Mana bu yerda ko'rsatardi. Mana hozir benzin ishlayapti, chunki zaryadkamiz kam qolgan. Agar quvvatlashga borib quvvatlab olsak va mana bundan knopkani elektromotor qilib qo'ysak, 125 kilometr elektromotorda yurib beradi. Agar summarni hisoblasak 1400 kilometr. Buni men eshitishimcha, buni test qilgan zavod xodimlari Xorazmga borib kelgan ekan bu avtomobilda, o'sha sinab ko'rish uchun qancha yuradi deb. Chorvoq tomonga borib haydab kelganimda rasxodlarni даже 2,5 litrgacha tushirdim. Cruise kontrolni qo'shib qo'yib, minimalniy skorostda oldimdagi avtomobillarga to'g'rilab bir xil ketganda 2,5 litrga tushar ekan, lekin nominalnisi 3,9 yoki 4 litr atrofida rasxodi, benzin rasxodi. Balon sal-pal buksat qilib oladi. Uncha tez chiqara olmayman, chunki tezlanish polosamiz tugab qolyapti. Tez haydash uchun o'rtoqlar. Kecha polniy bak edi, polniy zaryadka edi. Bugun zaryadkasi 21% va bakimiz 4dan 1 qismi rasxod bo'ldi. Benzin bakimiz 4dan 1 qismi rasxod bo'ldi. Lekin benzinda hozircha o'ylaganim yo'q, chunki menga VIP karta bergan. Benzin xohlaganimcha solib yana haydab ketaversam bo'ladi. O'rtoqlar, shahar ichida hamma 60 kilometr yoki 70 kilometr yuradi. O'sha tezlikda qancha metrda polni tormoz bosganda qancha metrda to'xtashini hozir sinab ko'ramiz o'rtoqlar. O'sha uchun operatordan peshxodda turishini so'rab qolaman. Ketdik, qani?
qancha metrda to'xtabman. Qarang, endi mana ABS ishladi, sal tormoz bosib, qo'zg'alishni boshladi. Mana bu yerdan tormoz bosibman. Menimcha bu orqa g'ildiraklar bo'lsa kerak. Chunki oldi g'ildirak o'sha aynan o'sha peshxodga yetganimda bo'lsa, endi hisoblasak bo'ladi qancha metrda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 metrda avtomobil 60 km/soatiga bo'lsa 13 metrda to'xtaydi. Balki bundan ham tez to'xtasa bo'lardi. Men ko'p bosa olmadim. Mana bu chiylaganiga sal qo'yib yubordim ABSni to'g'ri ishlashi uchun. O'rtoqlar, tormozdan sistemamiz bu yerda Brembo emas, lekin yaxshi tormozdan sistema o'sha Chery'ning o'ziniki. Bu oldida tormozdan diskimiz 2 qavatli, bilasizlar, o'rtasi ventilyatsiya qiladigan. Chunki oldi tormoz ko'p ishlaydi, ko'proq ishlab beradi. Shuning uchun sovutish kerak diskni. Orqasida ham o'sha tormoz bilan disk kattalik baraban emas. Bu yerda bir qavatli disk turibdi. Tak, o'rtoqlar, biz nimani sinab ko'ramiz? Shahar ichida yurishini. Cruise control, aktivniy cruise kontrollarini o'zi tayyor turibdi. Pastki knopkani bitta bossak, hammasi aktivniy bo'ladi. Agar palasalar bo'lsa, rulni boshqarish ham o'zi aktivniy bo'ladi. Rulni boshqarish bu 100% boshqarmaydi. Ko'plar adashadi va ko'p mashina sotayotganlar shunaqa qilib adashtirib. Mana bu hamma narsasini nastroyka orqaga o'tib olib reklama qiladi mashina. U noto'g'ri, unaqa emas. Hech qaysi avtomobil hali O'zbekistonda yoki dunyoda 100% sertifikatsiyadan o'tmagan, o'sha o'zi yuradigan. Har doim hamma joyda oldida odam o'tirish kerak. O'zi yuradigan avtomobillar bilasizlar qanaqa bo'ladi? Oldida katta apparatlar, mana bu ikkita tomonda, tepasida katta mana bunaqa bochkasi bo'ladi o'sha ko'rib turish uchun. Mana bu yerda palasamiz sal ko'rinib turibdi. O'shani o'zi palasamiz ushladi. Avtomobil ushladi, o'shanga qarab ketyapti. Lekin rezk pavorotlarda palasani ushlamaydi. Shuni eslaringizdan chiqarmaysiz. Mana hozir rezk pavorot emas, sal pavorot bo'lgan, o'shanda ushlab turibdi. Agar oldimizda avtomobil bo'lsa, uni ko'rsatib o'shanga to'xtaydi yoki uni ham nastroyka qilib olsak bo'ladi. 50 metr, 20 yoki 30 metr qilib. Svetofor qizil. Men avtomobilga teginganim yo'q, faqat rulni sal ushlab turibman. Mana o'zi to'xtaydi. To'xtash kerak. To'xtamasa tormoz bosamiz. Mana o'zi to'xtadi. Men hech qanaqa teginganim yo'q, ko'raysam. Va avtomobil oldimizdagi yursa, nazorat tizimidan chiqish, ehtiyot bo'ling. Rulni aktivatsiyadan to'xtatdi, chunki svetoforda to'xtab turibmiz. Svetoforlarga yaqinlashganda yoki avtomobil pavorotnikni yoqqaningizda o'zi birdaniga 360 kamerasi qo'shiladi. Mana ko'rib turibsiz, birdaniga yon avtomobillarni ko'rsatib turishi mumkin. Ikkita yondan qilsak qanday bo'ladi bu? Tak, 360 yondan 370. Mana shunday qilib ko'rsak bo'lar ekan. Atrofingizga e'tibor bering deb o'zi o'zbek tilida ko'rsatyapti hammasini. Xavfsizlik sistemalaridan esimdan chiqib ketgani, bu avtomobilda 10 ta xavfsizlik yostiqchalari bor. Yon stoykalarda, oldida passajir uchun va o'rindiqlarda va orqa stoykalarda ham xavfsizlik yostiqchalari bor. O'shalar masalan yon tomondan o'dar bo'lganda, o'shalar bu yon tomondan ham ochiladi va oldidan va tizzalaringizni ham himoya qilish uchun pastdan ham xavfsizlik yostiqchalari bor. O'zi qanaqadir 0,2 millisekundami yoki qanaqadir juda ham qisqa vaqtda ochiladi, sizni oyog'ingiz uspit qilmaydi qayergadir borib urilishga. Avtomobilning shinalaridagi davleniyasi va ularning graduslarigacha ko'rsatib turadi. Qancha temperatura, masalan, avtomobil bir xil ballonlari bir payt qizib ketishi mumkin. Uni ham bilsangiz bo'ladi. Va yana bitta funksiyasi, bu akkumulyator quvvat olyaptimi yoki rasxod qilyaptimi, uni ham ko'rsatib turadigan indikator yoki odometr ham bor. Klimat kontrolda hammasi sensorli. Bu yerda yoqib o'chirsak bo'ladi. Avtomatik qo'yib qo'ysa, o'zi bizga nastroyka qilib turadi. Past, baland. Qo'shimchasiga bu yerda rulni isitish va oldi, orqa yoki yon oynalarni ham qishda isitsa bo'ladi, agar muzlab qolgan bo'lsa. Mana bu yerdan shtorkani chiqarganimizda qarang, o'rindiqlarni oldi o'rindiqlarda sovutish yoki isitish funksiyalari bor. Mana ko'ryapsiz. Va qo'shimchasiga mana orqaga o'tkazsak, orqa o'rindiqlarda faqat isitish funksiyasi 3 ta rejimda ishlaydigan. Keyin bu yerda xushbo'y hid o'zini kassetasi bor. Kassetasiga har xil aromatizatorlarni solib qo'ysa, o'zi har xil hidlarni berib turadi va sozlamalarda endi
bu yerda eco rejim, boshqa narsalari bor ekan. Dizaynchilar shunchalik e'tibor beribdi, qaranglar, mana даже поворотник yonganini ko'rsatib turibdi tashqari tomondan avtomobil. Mana bu tomondan ham поворотник yonganini ko'rsatib turibdi. Masalan, u tomonda yoqsak, u tomonni ko'rsatib turardi. Даже orqani kuzatish oynasida ham поворотниги bor, dubler поворот deydi. Shu ham yonyapti, ko'raysanmi? Juda ham dizaynerlar lekin qoyil, o'sha hammasini o'ylab topibdi. Funksiyasi ko'p. Orqa o'rindiqda ham mana o'tirganimizda orqa o'rindiq isitish funksiyalari bor. Даже o'chiq turganda ham qo'shsa bo'lar ekan yoki yoniq turib qulflaganimizda o'chadi. Bu yerda muzikalniy kolonkasi, bu ham ko'rasiz, logotip Sony turibdi. Mana bular richaklari ham, mana bu отдельный joy. Bunda podsvetka ham bor. Mana bu ko'k polasa, bu har xil rangda yonadigani. O'tirganda qulay o'tirasan maza qilib. O'rtoqlar, Chery Arizo 8 gibrid avtomobili edi. Buni narxi 345-365 million atrofida. Ikki xil pozitsiyasi, Luxury va Pro versiyalari bo'lishi kerak. Avtosalonlarga borib o'zlaringiz ko'rib olsangiz bo'ladi. Chery avtosalonlarini oldidan tashqarisidan razmerlarini ko'rsatdim. Kommentariyaga o'zingizning fikrlaringizni avtomobil haqida yozib qo'yinglar va boshqa avtomobillarni test qilish kerak bo'lsa, uni ham kommentariyaga yozsangiz, balki to'g'ri keladigan bo'lsa, uni ham test qilib ko'ramiz.